Bugungi videoda biz Minecraftning har xil klon versiyalarini o'ynab ko'ramiz va ularga sizlar undan 10gacha baho qo'yasizlar. Unda video boshlashdan oldin like bosing, kanalga obuna bo'ling. Unda biz boshladik. Minecraft ekan. Hozir buni o'ynab ko'ramiz. Kirishlari eski Minecraft glitchlariga o'xsharkan. Skinda o'zi bizga alohida ikkita skin berar ekan. Steve bilan Alex deb. Ana uni mir sazlab qilib ko'ramiz. Hatta yaxshi grafika juda ham yomon, yo'nqisi juda ham qorong'u. Menimcha juda ham kuchsiz telefonlar uchun yaratilgan ekan. Minecraftdan birga bir chopilgan bloklar hamma yoq birga bir, faqat teksturalariga o'zgartirish kiritilgan. Bu o'yinga men undan necha qo'yishimiz mumkin? Kommentariyaga yozib qo'yasizlar, undan necha qo'yishdi. Unda biz keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yinlarimizning nomi Craftsman. Bu ham o'zi Minecraftning eski versiyalaridan biri bo'lsa kerak. Glitchlar hamma yo'q. Meni skinim o'rnatilgan ekan. Mir ochamiz. Meni Minecraftdagi mirlarim o'rnatilgan ekan. Mayli. Yangi mir ochamiz. Buni grafikasi sal yaxshiroq. Minecraftdan birga bir chopilgan hamma yo'g'i. Faqat buni ham aytganimdek zemlyasiga tekstura, suv hammasi birga bir chopilgan. Minecraftdan hammasi birga bir chopilgan. Stop, hozir biz unda kreativ rejimga o'tib. Adashmasam eski qaraylar. Hattoki invertorlar ham chopilgan. What the fuck? Nima bular? Nima bu? Shu olmosmi? Buni qaranglar. Olmos, almas, ko'mir bloki ekan. Вообще ishlash bu. Men bu ham kuchsiz telefonlar uchun ekan. Unda hozir biz Nether portal ochib ko'ramiz. Sababi eski Minecraftda Nether portal ochib bo'lmaydi. Qanida? Qani joyga. Mana. Yaxshi, buni hozir ochib ko'ramiz. O'chiradirkan. Hozir bu Minecraftga necha qo'yishimizni kommentariyada yozib ketinglar. Bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan men Fox bo'ldim. Aytgancha Minecraftlarga kommentariyada 10 dan necha qo'yishinglarni yozib ketinglar.